Erdib shou biznesdan voz kechdim. Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Uydagilarim doktor bo'lishimni xohlashlariga qaramasdan, ularga qarshi chiqib, jurnalistika universitetiga o'qishga kirdim. Kasbimni, ishimni juda ham yaxshi ko'rardim. Karyera, televideniya, mashhurlik, intervyular olish men uchun deb o'ylardim. Hali o'qishni tugatmasimdan UzReport kanalida muxbir sifatida ishlashni boshladim. O'z kasbini ustalari Nilufar Sotiboldiyev va Ibrohim Ahmedovlardan ancha narsalarni o'rgandim. Hozirgi kunda mashhurlikka erishgan FTV kanaliga birinchilardan bo'lib ishga qabul qilinganman. Bayram sonlari syomkalar ko'pligidan uyga kech qaytardim. Uyda deyarli ish qilmasdim. Umuman ish qilmasdim desam ham bo'ladi. Xullas, o'qishni, ishni sevgan kaminani hayotiga siz tanigan Power Erjonim Shahzodjon kirib keldilar. Avvaliga ishimga qarshilik bildirmasdilar. Keyinchalik shu ishimda munosabatlarimiz yomonlashishi boshladi. Sevimli ishimdan bir kunda voz kechdim. Endigina boshlanayotgan orzularimni yuragimdan yuldim u arizamni yozdim. Lekin turmushga chiqib siz azizlarimni topdim. Ko'pgina ayol qizlarning mehrini qozondim. Pazanda kelinga aylandim. Qizlik payti eblab kapga rusholmagan qiz bugun havaskor oshpazni xotinidek xamirlarni chalpiy qilaman, mantalarim og'izda eriydi-ya. Ha, eriydi deganimga bavi boru, любой yog' chirkni eritadi. Uni nafaqat kiyimlarga, balki mantiqasqon, gaz plita, tovoq, qozon, xullas nimani tozalashga qiynalsangiz, o'shalarga ishlataverasiz. Ko'rib turganingizdek yog' chirkdan bir so'mda xolos bo'lasiz. Hamma ayol ham uy bekasi bo'ladi, lekin yaxshi uy bekalarini bavisi bo'ladi.